Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun biz sizlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Sent-Luis shahridagi o'zbeklarning Navro'z bayramida ishtirok etmoqchimiz. Ular bayramni nihoyatda ko'tarinki ruh bilan, yaxshi kayfiyat bilan, xursandchilik bilan kutib olishmoqda. Abdurahmon Jomiy aytganlaridek, dunyo shodliklari jam bo'lsa butun, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Mana bugun barcha o'zbek do'stlarimiz yig'ilib, bayramda bir-birlarini qutlashib, shodliklar ulashishyapti. Biz hozir ular bilan biroz suhbatlashmoqchimiz. Abdurahmon, qachon kelgansiz Amerikaga? Amerikaga kelganimizga 3 yil bo'ladi, xudo xolasa. 3 yil? Ay, yaxshi. Nechta bolangiz bor? 4ta. 4ta. Umrini bersin. Hozir chalib O'zbekistonga borib turasizmi? O'zbekistonga endi xudo xolasa. Ota-onalar bormi O'zbekistonda? Ota-onalarimiz bor, xo'jayinimni ham, o'zimni ham ota-onalarimiz bor. Xudo xolasa ular ham kelishadi yaqinda. Kutib olamiz. Zalichkamiz bor hozir. Hozirgi kunda u bilan boramiz. Yashash qiyin emasmi? Yashash qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Sog'inch kuchli. Albatta, o'zimizning shaharimiz, o'zimizning yurtimiz vatan sog'inchi. O'tib keldik, taqdir qadarimiz aka. Yomon emas, mana o'zbek communitysi bilan bayramlarni qilib turamiz, yig'ilib turamiz. Endi sog'inch yetmasa, hayot yaxshi. Nolimaymiz. Rahmat. Ziyodaxon, siz necha yildan beri Amerikada yashayapsiz? 7 yil bo'ldi, 7 yil menga kelganimga. Farzandlaringiz nechta? 4 ta farzandim bor. Xo'jayingiz bilan birga. Xo'jayinim oilaviy yashaymiz. Missouri shtatida. Ishlaysizmi? Yo'q, uyda o'tiraman, Uyda bolalar o'tirasiz. Yaxshi. Bola tarbiyasi bilan Bola tarbiyasi shug'ullanasiz. bilan. O'zbekistonga borib turasizlarmi? Ha, borib turamiz. Bu yerda ota-onalaringiz bormi? Bor, ota-onalar. Xabar olib turasizlar. Ular kelishadimi? Ha, oyimlar kelib turadilar. Oyimlar kelib turadilar. Dinaxon, qanchadan beri Biz Amerikada? 13 yildan beri yashaymiz. Amerikada, shu shtatda. Siz ham O'zbekistonga borib turasizmi? Ha, har yil borib turamiz. Ishlaysizmi? Hozir bola tarbiyasi bilan mashg'ulsiz. Ishlayman. Chaqaloqingiz bor, kichkinangiz bor ekan. Nechta bo'linglar, yaxshi. Assalomu alaykum. Siz necha yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz? 13 yildan beri shu yerdamiz. Ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Biz uydan kompyuterda ishlayman. Bitta toza havolari juda ham yoqadi. Shu yozda har yili borganimizda endi ozgina bolalar qiynalishini hisobga olmasa, lekin bolalarga bo'tqa havosi yoqadi. Lekin nima deydi, buydodan ham ko'rib turishga baribir har yili olib borib turamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Qandoyingiz bormi? Ota-onam, qaynotam. Borib turasizmi? Ha, har yili boramiz. Bolalarni o'tib buydo'dasini ko'rsatishga hamma har yili anaqa qilamiz. Yaxshi. Hamalik. Assalomu alaykum. Ismingiz nima edi? Yaxshimisiz? Men ismim Shahlo. Bizlar Amerikaga kelganimizga 20 yillar bo'lib qoldi. Yaxshi. Bolalar bilan shu yerdamisizlar? Ha, bolalar bilan. Bolalar O'zbekistonga borib turasizlarmi? Ha, har yiliga bir martadan borib turamiz. Yiliga bir Bu marta. yerda qanday o'rganib ko'nikib qoldinglarmi yashashga? O'rganib qoldik, bolalar o'rganib qoldi ko'proq. O'zimiz u yoqda yuradi, boshimiz miyamiz u yoqda. Manaqa yig'ilishlar bo'lib turar ekanmi? Ha, yig'ilishlar 2-3 marta bo'lib turadi yiliga. O'tib turamiz. Yaxshi. Rahmat.
Siz kelganingizga qancha Assalomu bo'ldi? Ismingiz nima? Mani ismim Ra'no. Bizga ham shu 20 yilcha bo'lib qoldi. Farzandlar bilan birga kelgan. Farzand oilamiz bilan birga kelganmiz. Sent-Luisda yashaganimizga 12 yil bo'libdi. Shunaqa. Qolganida Borib turasizmi O'zbekistonga? Ha, uyga borib turamiz. O'zbekistonda ham farzandlar bormi? Yo'q, ikkita farzandim bor, shu yerda birga. Xo'jayinim hammamiz birgamiz. Shunaqa yaxshi. Muniraxon, sizni Amerikaga kelganingizga necha yil bo'ldi va nima maqsadda kelgansiz? Avvalambor assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga. Men 2,5 yilga yaqin bo'ladi. Mana Xudo xohlasa may oyida bitiraman, keyingi oy bitiraman. Bu yoqqa talaba sifatida kelganman, magistratura bosqichida o'qishga. Mana aytib o'tganimdek yaqinda mana bitiraman. Ayamlar xolamlar kelishadi keyingi oy. Sizlarni ham hammanglarni taklif qilaman. Poshsha, siz ham keling iltimos. Leyla opaga aytdim, kunini aytdim, soatini aytdim. O'qishim Sent-Luis universitetida o'qiyman. Sent-Luis universiteti Missurida, Sent-Luis shahrida katta universitetlardan biri hisoblanadi. Bu yoqda Washington universiteti bor, Washington Saint-Louis universiteti bor, keyin mana Saint-Louis universiteti bor, Webster universiteti bor va boshqalar. Bo'limim, ya'ni o'qiyotgan yo'nalishim supply chain deb ataladi. Bu supply chain hozirgi paytda juda trendda, juda ko'p ishlar topsa bo'ladi. Ha, shunaqa qilib mana bitirish arafasidaman. Hozir ishlayman, o'qishdan tashqari ishlayman. Tabriklayman. Rahmat. O'zbekiston sog'inyapsizmi? O'zbekiston juda ham sog'inaman. Ayniqsa o'sha qarindoshlarimiz, oilamiz bilan o'tgan vaqtlarimiz, o'tkazgan vaqtlarimiz, joylarimizni sog'inaman, qo'msayman. O'zbekistondan kuzatib turganlarga hammaga alangali salomlar. Rahmat, sog' bo'ling. Nodiraxon, necha yildan beri Amerikadasiz? 24 yildan beri. O'zbekistonga borib turasizmi? Har 15 yilda. Assalomu alaykum. Men ismim Gavhar. Amerikaga 2008-yildan beri oilaviy yashaymiz. Hammamiz oilaviy. O'zbekistonga borib turamiz. Uylam yozga bolalar bilan dam olishga boramiz. Hammaga bayram bilan hamma tabriklaymiz. Mana Sog'inchli O'zbekistonni sog'inamiz. Imkon bo'lsa har oy, har yilga ham borib ketsak, sog'inch baribir bilinadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qutbinisa aqli raso. O'zim o'rgiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. kelganingizga? 18-yil kelganman. Farzandlar bilan kelganmi? Yo'q, keyin keldim. Oila birlashuv programmasi bo'yicha keyinroq keldim. 3 ta navaram, qizim bor. Green cardlar Allohga bilan. shukr, oldik green carddan, bitta oldik. Endi yaxshi, lekin O'zbekistonni sevaman. O'zbekistonda O'zbekiston tug'ilganman. bilan aloqa qilib turasizlar? O'zbekiston albatta. O'zbekistonda uyim bor. O'zbekistonga 2 yilda bir borib turaman. Men yuragim O'zbekistonda, yarim yuragim bolalarim, nevaralarim bor. Xabar olib turasizlar. Birga bo'lsin hammasi, tinch bo'lsin ikkita yurtimiz ham. Endi nevaralarim bu yerda tug'ildi, bu yerda nimasini, tilini, nimasini anaqa qiladi, ammo dinimiz Xudoga ming qator shukr musulmonmiz, nevaralarimiz musulmon. Iloyo ilovona shuni rohatini ko'rib yuraylik. Hamma o'z tani joni sog' bo'lsin. Yoshligim esimga tushadi shu nevaralarimni ko'rsam. Bolamga, o'zim farzandimga qilmagan qanaqadir erkalashlarni bularga qilaman. Sevimli buvijonisi bo'lib yuribman. Hurmatdaman, ardoqliydi. O'zim turishadi. Bolalarni, nevaralarni o'zbekona tarbiyalab. Albatta, gapirishadi, sanashadi, o'qishadi, filmlar ko'rishadi. Endi bittasi borib keldi O'zbekistonga. Yana borsa, borib kelganlari aytadi, O'zbekistonda o'zbeklar ko'p ekan deyishadi. Albatta bu bizga buni ham fahm farosat yetganiga rahmat deyman.
shular omon bo'lsin, orqamizda qolsin hammasi. Rahmat. Rahmat, sizga ham rahmat. Jonjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Iloyo ilovonda bolalaringiz, nevaralaringizni rohatini ko'ring. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. O'zbekistonga ko'z tegmasin. Rahmat. Salomon, necha yildan beri siz Amerikada yashayapsiz? Amerikaga 19 yildan beri xudo xohlasa. 19 yildan beri. 6-yil kelganmiz. O'rganib qolibsizlar rosa, a? O'zbekistonga borib turasizmi? Tez-tez. Har yil borib turamiz. Bu yerda kimlar bor? Ota-onalaringiz? Yo'q. Oilamiz, o'zimiz farzandlarimiz. Yaxshi. Sog' bo'ling. Bayram davom etmoqda. Biz esa bayram qatnashchilari bilan go'zal tilaklar bilan xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling aziz o'zbeklarim. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.